Assalomu alaykum Chorva sifat obunachilari. Xo'rozlar. Sigir bozoriga endi keldik. Toshkent viloyati Nazarboyev mol bozoridamiz bugun. Kim like bosmagan bo'lsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yish. Esingizdan chiqmasa biz sigirlarni narx-navolarni, necha chora, necha litr sut beryapti, bolasi nima, keyin bozor necha pul qildi, shunaqalarni ko'rsatib berib o'tib ketamiz, yoritib berib o'tib ketamiz. To'g'ri. Kim like bosmagan bo'lsa like bosa, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kim bo'ta lokatsiyasini bo'lib video bo'lsa, men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Obuna bo'ldinglar. Unaqada videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga buni? 40 million so'm deyishib kerak. Bozor aslida nech pul qotdi aka o'zi? 34 million so'm qilishib kerak. Nechinchi qonun aka? 3-qorin qonuniga. 3-qorin qonuniga. Necha oylik bo'ldi qonuniga bolasi? 3 oylik. Necha litr sut beradi? 4 Oo. Bolasi taxminimcha Berormayman. 4-5 oylik deb o'yladim men. Bolasi bu qacha? Ko'rasizlar ana. Bolasi, men bolasi necha oylik bo'ldi aka? 3 oydan. 3,5 oylik. Nech pul bo'lsa sotamiz aka o'zi? 35 usti bo'lsa sotaladimi? Bo'ldi. Telefon nomer qo'yasizmi shartmi? Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga buni? Nech pul olsa buni? Bunimi? 30 million kami bor. 30 million so'm deyishayotgan ekan, kami bor ekan. Necha oylik bo'ldi bu? 6 oylik bo'lib qolar ekan. 6 oylik. Xonada ham bolasi bormi-ki? Ha, qochirganmiz. Bu necha oylik bo'ldi? Hali 3 oygacha bilinmaydi. Shuncha qochirgan. Ha, bo'ldi. Ay, demak kuylamagan bo'lsa qochgan ha. Kuylaganda kuylagan. Bo'ldi. Nech pul qilishyapti? 22 million so'm qolishyapti ekan. Bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. 22 million so'm qilishyapti ekan, bolasi 6 oylik ekan, qonunda 3 oylik bolasi bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga buni? 41 million so'm so'rashayotgan ekan. Nechinchi qora aka? 5-chi bolasi 6-chisiga bog'ladi. 5-chi bolasi 6-chisiga bog'ladi. Necha oylik bog'ladi? 5-chi oyga. 5-chi oyga o'tdi. Bozor narx qilishdimi aka? Bo'ldi. Lekin shikolat kerak ekan. Assalomu alaykum. Nech pul olsa mana endi? Foiz. Oylab turursin boylar. Sekin tele. 16 million so'm deyishayotgan ekan. Bozormi aka? 2 oylik boz. Bozorni nech pul oldi aka o'zi? Siz urishasiz, so'kmadingiz, so'kilsa. Bozor 13 million qilishayotgan ekan. Xo'p, gapiring. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Nech pul olsagan? Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Nech pul olsagan mana endi? 40 million so'm deyishayotgan ekan. Bolasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Nechinchi qorin aka bu? 300'si. 3-chi qorin. Necha oylik bo'ldi taxminan bolasi? Bolasi 1 oydan ozgincha o'tdi. Taxminimcha. Urg'och erkak. O'sha gap. Erkak urg'och. Erkak. Necha litr sut beryapti aka? 12 litr sut beryapti. Dunyo bo'ldi. Bozor nech pul qildi aka o'zi? Aslan. 30 million qilishyapti. Nech pul bo'lsa sotamiz aka o'zi? Bo'lamiz, yaxshi sotamiz ekan. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Necha pul olsa ekan buni? 22 million so'm deyishayotgan ekan. Bozor narxi qildimi aka? Necha pul qilishyapti aslida? 17 million so'm qilishayotgan ekan. Bo'g'azmi aka bu? Necha oylik? Keyingi oy tug'adi. Adashib ketdim. Keyingi oy tug'adi. Keyingi tug'gan necha litr sut bergan bilasiz? Bo'ldi. Telefon nomer qo'yasizmi shartnomasi? Bozor yurasiz. Salom. O'z chetdan yursa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Necha pul olsalarmi? 20 million so'rashayotgan ekan. Bo'g'azmi? Bo'g'azmi? Necha oylik? 5 oylik. Ay, sekin o'tinglar. Kadran qimillab ketadi. Sizlarni. 5 oylik bo'g'az ekan men. Assalomu alaykum. Necha pul olsagan buni? 25 million so'm so'rashayotgan ekan. Bozor aslida necha pul qildi aka o'zi? Bozor 20 million so'm qilishayotgan ekan. Bozoringizni bersan aka. Shvedlar ona bola qilib olib chiqishdi birato'lasiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha pul olsa ekan buni? Buni 22 deyapmiz. 22 million so'm deyishib kerak. Nechinchi qora aka? Bu birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Xonada ham bolasi bormi aka? Ichiga ham bor. Farzandi bor. Bitta uyga ham qolgan, bitta hamsaga sotganmiz. O'z birinchi qaradasiz. Bolasini ham ko'rasizlar. Bemalol yonida yuribdi. Bolasi buqacha. Meni aka mosh bozor ichiga. Assalomu alaykum. Necha pul olsa aka buni? Xo'sh, buni 32 so'rayapmiz. 32 million so'm so'rashayotgan ekan. Bozor narxi qildimi aka? Bozor 28 qildi. 28 million so'm qilishayotgan ekan. So'rab o'tib ketishdimi yoki astoydil qilishdimi? Astoydil 28 million. Astoydil 28 million qilishayotgan ekan. Nechinchi qora aka? Qorin ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Necha oylik bo'ladi taxminan? Malada yurgan, shu 2 oylik, 3 oylik bo'lgan. 2-3 oylik. Yonidagi bolasini ko'rib, ichida 4-5 oylik bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Nima taxmin qildim? Shu 2-3 oylik. Bo'ldi. Necha litr sut beradi aka o'zi? Hozir paytda. Hozirgi paytda 8 ta. Yeng tug'ganida 12 ta 13 ta sut beradi. 12 ta 13 ta. O'zi yonidagi bolasi necha oylik bo'ldi? Yonidagi bolasi 7 oylik. Yonidagi bolasi 7 oylik. Necha pul bo'lsa sotamiz aka? Shu 30 dan ozgina o'tib beramiz. Bo'ldi, 30 dan ozgincha o'tib beriladi aka. Telefon nomer qo'yasizmi? 718 97lik. 97lik 718 718 1447. 1447. Bemalol qo'yaverasizlar, mana ko'rasizlar molni ham. Mana okamlar o'zlari. Mana molni ham ko'rasizlar. Bozoringizni bersan aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizdan aka? Assalomu alaykum. Sizdan aka? Necha pul olasiz buni? Sizdan. Voy, shu chetda direktoram bizim bir o'tganlar. Assalomu alaykum. Necha pul olasiz aka buni? 26 million so'm jiyanim. 26 million so'm deyishayotgan ekan. Bozor narxi qildimi aka? Bozor 21,5 qilyapti. 21,5 million so'm Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. 10 litr suti bor, 7 litrga beramiz. 7 litr. O'rganguncha. Mana shu bolam boqib yurgan. Mana shu bolam fonga qo'yib qo'ysin. Ashla bor fonga qo'yib qo'ysin. Bolasi urg'ochi.
21 million so'm aslida qilishniki so'rab o'tib ketishdim. Ha, bo'ldi ana. Bir xil so'rab o'tib ketgandan ham to'g'ri urishadi-da. Yo'q, savdo qilsin. Ha, bo'ldi. Nech pul bo'lsa sotamiz aka o'zi? 23 bo'lsa sotamiz deb turibmiz. 23 bo'lsa 23 dan balandroq-da. 23 tepasi. 23 tepasi bo'lsa sotiladi mana tomoshabinlar. Telefon nomeri qo'yasizmi? Aytdim. 33lik 318 70 71. Bo'ldi. Mashg'ulot fonga qo'ying. Bo'ldi. Bozor bersin aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lsa aka buni? 30 million so'm so'rashayotgan ekan. Bozor narx qildim aka. Nechinchi xona aka? 4-xona ta'minimcha. Bolasi necha oylik bo'ldi aka? Bolasi 1 oylik. Nima bu bolasi? Ha, 10 oylik. Necha litr sut beradi aka o'zi? 8 ta turibdi. Xo'roz. Nech pul bo'lsa sotamiz aka? Aytilgan astoda qilishgan narxdan sal tepasi bo'lsa. Ha, Alloh qilishmadi-yu. Yig'aman. Esdan chiqib ketib qoladi-da bizga. Bozorda yuramiz bu narsalar. Mayli. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'ling. Nech pul olsa aka mana endi? Ikkalasi bitta. Oh, ikkalasi. Buni ham qilishmadimi hali? Buni ham qilishmabdi. Yetmaysizmi bittada qilib yubormayman deb. Bolasiga ham shikoyat bo'lib oladi-da. Bolasi necha oylik bo'ldi? Taxmin 1 oy bo'ldi. Haftalik. Ha, 1 oy. Ha, 4-chi bolasi. Yeng tug'gan necha litr sut beradi? Tug'gan necha litr sut beradi? 10 litr sut beradi. Bolasi shikoyat bo'ladi-da, ko'pchilik bolasi. Bolasi urg'ochi. Eshitganmiz o. 30 so'ram bor. Kam bor. Qanchasi bor ekan? 10 ta. 30 ta bor. Telefon nomer qo'yasizmi? 99lik 828 828 53 36. 53 36. Bemalol qo'rasizlar. Qo'rasizlar. Molni sifatligini sifatlayveradi. Bu molga ham, keyin bu molga ham shu bitta nomer o'taveradi. Assalomu alaykum. Shonim chiqadi. Mana shu sigara 30 million deyishyapti, naridagi bolasan. 25 milliondan 27, yo'q, 26,5 milliongacha chiqishdi. Ko'rasizlar sigara o'zini.